Keyingi mavzuyimiz Vedomosti kassa uchun yasashli bo'ladi. Bundan oldingi videoda bank orqali yasashni ko'rgandik. Endi kassa uchun yasash. Zarplata kadr bo'limiga kiramiz va Vedomosti va kassani tanlaymiz. Bu yerda bankni bundan oldingi videoda ko'rgan edik. Vedomosti va kassani tanlab Sozdatni bosamiz. Qaysi sanada yasalayotgan bo'lsa, o'sha sanani ko'rsatamiz. Va bu yerda zarplata o'tiribdi, ya'ni qanaqa ko'rinishdagi hisob-kitob bo'layotganligini ko'rsatamiz. Bu yerda zarplata, biz oylik hisob bo'layotganligimiz uchun zarplata tanlangan. Men sizga qaysi oy uchun Vedomost yasalayotganligini ko'rsatib, Zaполнitni bosib olishimiz kerak bo'ladi. Zaполнitni bosgan paytimizda bizga xodimlarimiz chiqib keladi. Biz shunchaki bu oyga aynan Vedomost bank orqali yasab bo'lganmiz. O'shaning uchun bizga ertaga xodimlarni chiqarmadi. Misol hozir buni admin qilib turib, udalet qilib turadigan bo'lsak, hozirgi Vedomost, ya'ni через kassa uyimizda xodimlar chiqadi. Bu yerda bank orqali yasab qo'ygan bo'lganligi uchun chiqmagan edi hozir. Aynan bank orqali yoki kassa orqali yasalyapti. O'shaning uchun aynan bizga yoki bunisida to'ldirib berdi. Xo'p, провести и закрыть bosib qo'ysak, bizning Vedomostimiz saqlanib bo'ladi va bunaqa qizil holatda ko'rinadi. Aynan bu hali to'lab berilmagan, kassadan dokument chiqarilmaganligi uchun qizil holatga tushdi. Buni biz kassa orqali dokumentini yasab qo'yishimiz mumkin bo'ladi yoki agar uje berib borilib bo'lgan bo'lsa, shuni o'zidan ham yasayotganimizda Оплатить Vedomostni bosib qo'ysak ham o'zi avtomatik xodimlarimizga kassa orqali pul berilganligi haqida bizani dokumentimizni o'zi yasab qabul qiladi. Ya'ni 1 o'zi shu Vedomost asosida o'zi kassa orqali chiqib ketgan dokumentni yasab o'zi оплачениyaga tushadi. Shu orqali to'lab qo'yishlik ham ancha osonroq. Ya'ni alohida kassadan dokument yasab o'tirmasdan vidacha наличие bosib qo'yamiz, o'zi kassa orqali chiqib ketganligini ko'rib oladi.